Assalomu alaykum. Anchadan beri sizlar bilan birga viza ola olmayotgan edik. Lekin Xudo xolisa bundan keyin ko'pdan ko'p vizalar olishlik va sizlarni shaxsiy rivojlanishingizni men bilan birga davom ettirishingizni istab juda ko'p ishlar qilish niyatimiz bor. Mana shu ishlarimizdan birinchilaridan biri Xudo xohlasa bugun sizlarga bir insonni hayotini o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni hayotini o'zgartirish uchun unga yordam beradigan 25 ta odat haqida gaplashamiz. Ko'pchilik yoshlar va ko'pchilik insonlarning hozirgi paytdagi eng katta muammolaridan biri bu ularni hayotini o'zgartirmoqchi, lekin qanday o'zgartirmoqchi ekanligi va uning uchun nimalar qilish kerakligi, qanday fidoyiliklar va nimadan voz kechish kerakligi to'g'risida hech kimning gaplari yo'q. Hamma hayotda o'zgarish kerak ekanligi to'g'risida, hamma hayotni yaxshi tomonga intilish kerakligi to'g'risida gaplar juda ko'p, lekin aynan bu ishlar qanday qilinishi va qanday qilinadigan bo'lsa, ko'proq manfaatli bo'lishi to'g'risida afsuski videolar juda kam. Aynan mana shu sababdan sizlarga bugun hayotingizni tubdan o'zgartiradigan 25 ta odat haqida gaplashmoqchimiz. Bu 25 ta odatni agarki hayotingizga birin-ketin kiritib borarkansiz, hayotingiz yaxshi tomonga o'zgarishiga albatta kafolat bera olaman. Unda boshlaymiz. Birinchisi, erta uyg'onishlik. Hayotingizda o'zgartirmoqchi bo'lgan ilk narsangiz sizni uyqungiz va sizni hayotingizdagi vaqtni to'g'ri taqsimlashlik bo'lishi kerak. Siz erta uyg'ona olmas ekansiz, hayotingizdagi barakani yo'qotishni boshlaysiz ertalabni o'zidan. Shuning uchun sizga erta uyg'onishlik va erta uyg'onishlik ham birdaniga katta miqdorda juda erta turishlik emas. Juda ko'p insonlar 6 soat uxlashlikni, 4 soat uxlashlikni, 5 soat uxlashlikni, muvaffaqiyatli insonlar misol uchun 2,5 soat uxlagan degan juda ko'p gaplar aytishadi. Bu gapni men ham o'zim hayotimda tatbiq qilib ko'rishga harakat qilgan paytimda juda ham ko'p gormonal o'zgarishlar va juda katta qiyinchiliklarga duch kelganman. Diqqatni yetishmovchiligi, fikrimni tarqoqligi, har doim uyqum kelayotganligi, bitta ishni to'laqonli qila olmaslik muammolarga duch kelishdan boshlaysiz agarki uyqungizni to'g'ri rejimda qila olmasangiz. Shuning uchun siz 8 soatdan ko'p uxlayotgan bo'lsangiz, avvalambor sizni qiladigan ishingiz hayotingizdagi uyquni 8 soatga tushirishlik. Ana undan keyin vaqti bilan o'zingizga mos shaklda davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, oz ovqat yeyishlik. Biz bilamiz, bir inson ovqat yeyotgan paytida oshqozonini 3 ga bo'lishlik kerak. Birinchisi havo bilan to'lishlik kerak, ikkinchisi taom bilan to'lishlik kerak, uchinchisi suv bilan to'lishlik kerak. Agar mana shu shaklda taom yeyishni boshlarkansiz, hayotingizda ortiqcha vazn yoki bo'lmasa holsizlik, qon quyilishi va shunga o'xshagan dangasalikka o'xshagan narsalar bo'lmaydi. Juda ko'p muammolar bizda tabiiy ovqat yemaslik yoki bo'lmasa ko'p ovqat yeyishdan kelib chiqadi. Aynan shunday muammolarga hal qilishni boshlarkansiz, hayotingiz yanada yaxshi tomonga o'zgaradi albatta. Uchinchisi, tabiiy narsa yeyishlik. O'zi chet el davlatlari juda ko'pchiligi bu narsaga o'tishni boshladi, ammo O'zbekistonga hali yetib kelgani boru hali hamma ham tatbiq qilmayapti. Organik ovqat yeyishni boshlashlik. Organik deyotgan nima nazarda tutiladi desa, kimyoviy elementlar qo'shilmagan, dorilar qo'shilmagan, kimyoviy mahsulotlar bilan boyitilmagan mahsulotlarni yeyishlik. Sizni organizmingiz suv va tuproqdan yaratilgan. Mana shu sababdan suv va tuproqdan keladigan har qanday tabiiy narsa sizga ozuqa va vitamin sifatida vujudingizga yordam beradi. Ammo kimyoviy elementlar yoki bo'lmasa dori-darmonlar, sintetik mahsulotlar qo'shilar ekan, bu narsa sizni organizmingizni buzilishi esa sizni hayot tartibingiz va hayotingizni butunlay izdan chiqishiga sababchi bo'ladigan eng katta muammolardan biri. Shuning uchun sizga eng katta tavsiyalarimdan biri, ovqatlanarkansiz, taom yerkansiz, farzandlaringizga biron narsa olib berar ekansiz, albatta organik va toza mahsulot olishlikka harakat qilsangizni tavsiya qilgan bo'lardim. To'rtinchisi hobbi qilishlik. Juda ko'p insonlar hozirgi paytda shaxsiy hobbilari bo'lmaganligi uchun ham hayotda zerikish va depressiyaga ko'p tushib qolishadi. Hobbi nima degani? Hobbi siz stress yoki bo'lmasa depressiyaga tushgan paytingiz sizni chalg'ita oladigan, sizni dam oldira oladigan, sizga ruhiy xotirjamlik bera oladigan biror bir odat. Bu bo'lishi mumkin futbol o'ynash, bu bo'lishi mumkin sayr qilishlik, bu bo'lishi mumkin sayohat qilishlik. Lekin telefon o'ynash bu hobbiga kirmaydi. Nima uchun desa, hobbining bitta sharti bor. Hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartiradigan odat bo'lishi kerak. Misol uchun, futbol bo'ladigan bo'lsa, sizni sport bilan shug'ullanganingiz uchun ham ruhiy tomonlama dam olasiz, ham jismoniy tomonlama dam olasiz. Yoki bo'lmasa rasm chizishlik. Rasm chizish orqali siz ruhiy tinchlanasiz va u rasmni har safar ko'rgan paytingiz bu mehnatingiz mahsuli bo'lganligi uchun undan dopamin olishni boshlaysiz. Bu esa sizga yaxshi tomon o'zgartirish.
Bolalarni 5ga 5 qilib turib konturga borishligi yoki bo'lmasa TikTokda, Instagramda o'tirishligi bu hobbi emas. Bu sizni hayotingizni faqatgina pastga tortadigan, faqatgina sizni yiqilishingizga, qoqilishingiz sababchi bo'ladigan yomon odatlardan biridir. 5-si minimalist yashash. Biz shunday davrda yashayapmizki, atrofimizdagi hamma narsa bizni yanada ko'proq narsa sotib olishlikka, yanada ko'proq narsalar bilan insonlardan o'tib, ular bilan musobaqalashishga olib keladigan mahsulotlar bilan to'lib toshgan. Misol uchun, iPhone 17 chiqdi yaqinda. iPhone 16 bor ekan, iPhone 17 ga hech ham hojat yo'q. Yoki bo'lmasa, sizni kompyuteringiz bor ekan, HP bo'ladigan bo'lsa, boshqa kompyuter sotib olishga ehtiyoj yo'q. Sizni reklamalardan yiroq bo'lgan holatda hayotingizda faqatgina kerakli narsalar bilan yashashlik bu minimalist yashash deyiladi. Ortiqcha hayotingizda nima narsa olmoqchi bo'lar ekansiz, 3 ta savolni o'zingizga bering. O'zi aslida bitta savolni 3 marta takror bersangiz ham bo'ladi. Bu narsa menga nima beradi? Yoki bo'lmasa bu narsani nima uchun sotib olishim kerak? Aytishingiz mumkin, o'rtoqlarim oldida obro'ga ega bo'laman, atrofimdagi insonlar meni maqtashadi. Bular shunchaki qurg'u gaplar. Faqatgina haqiqiy ma'noda sizni ham jismoniy, ham ma'naviy, ham moddiy tomonlama o'stira oladigan narsa bo'lsagina xarid qiling, qolgan narsalardan yiroq bo'ling. Keyingisi faqatgina suv ichishlik. Siz ovqatlanishga boryapsiz, do'stlaringiz bilan choyxonaga boryapsiz yoki bo'lmasa shunga o'xshagan yaxshi joylarda suhbatdosh bo'lishlikka boryapsiz. Lekin sizga ichishga taklif qilinayotgan paytida energetika, kola, fanta va shunga o'xshagan gazli va ximikat narsalar taklif qilishadi. Shularning orasida sizni tanlashingizni iltimos qiladigan bitta narsa suv. Tepada aytganimizdek, bir inson suv va tuproqdan yaratilgan bo'lganligi uchun faqatgina unga yordam bera oladigan ikkita mahsulot bor. U suvdan oziqlangan bo'lishi kerak, tuproqda o'sgan bo'lishi kerak va organik bo'lgan bo'lishligi juda ham zarur. Shuning uchun sizga eng katta manfaat beradigan va hech ham zarar bermaydigan yagona mahsulot bu albatta suv. Shuning uchun suvni ko'proq ichishlikni va ovqatlanayotgan paytingizda ham choyni ovqatlanib bo'lgandan keyin 1 soat yoki 1,5 soatdan keyin ichsangiz afzalroq. Ungacha faqatgina suv bilan ham taomlanishingiz mumkin ekanini eslatib ketmoqchi edim albatta. Keyingi 7-si kundalik hayot uchun kundalik tutishlik. Nima uchun kerak bu narsa? Kundalik bor bo'ladigan bo'lsa, sizni hayotingizda tartib bo'ladi. Avvalambor siz bugun qilmoqchi bo'lgan ishingizni yozib ertalab turib yozishni boshlaysiz. Bugun ertalab mana buni qilishim kerak, kechki payt buni qilishim kerak, obedda buni qilishim kerak. Hayotingizni tartiblab olmas ekansiz, hayotingizga tartib olib kira olmaysiz. Shuning uchun sizga ana shunday tartibni yozib borishlik uchun ham kundalik kerak. Kechqurun uyga borganingizda kundalik daftaringizni ochasiz va ochgan paytingizda sizga qaysi ishga ulgurganingiz, qaysi ishga ulgurmaganingizni ko'rib borasiz va ulgurmagan ishlaringizga nima uchun ulgurmaganingizni o'zingizga taftish qilib borasiz. Taftish qilar ekansiz, sizni chalg'itgan unsurlar bo'ladi. Mana shulardan voz kechib, hayotingizni tartibli qilishga harakat qilib boraverishingiz bu albatta sizni hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartiradigan eng go'zal odatlardan biri. Keyingisi 8-si ishlarni kechiktirishni yo'qotishlik. Sizni hayotingizda atrofingizdagi insonlarni ham va o'zingizga ham nisbatan ishonchingizni yo'qotadigan eng katta muammolardan biri doimo kechikishlik. Sizga bir inson ishonib bir vaqtni tayinlagan bo'lsa, siz o'sha vaqtda ishlashingiz, o'sha vaqtda kelishingiz, o'sha vaqtda uchrashuvga borishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, hech qachon uchrashuvga kech qolmang, hech qachon biror bir narsani qilishni kechiktirmang. O'zingizga nisbatan ham kechiktirmang. Bu bo'lishi mumkin, sport zalga bormoqchisiz qachondan beri. Ertaga boraman yoki oyni boshidan boraman, yilni boshidan boraman, yangi yildan boshlab boraman. Yo'q, kechiktirishni avvalambor yo'qotar ekansiz. O'zingizga nisbatan ishonchingiz baland bo'lib ketaveradi. Atrofdagi insonlarning ham sizga nisbatan hurmati albatta oshib ketaveradi. 9-si gul yoki o'simlik parvarish qilishlik. Sizni hayotingizni yaxshi tomonga o'zgarishiga gul yoki o'simlik parvarish qilishda nima ahamiyati bor deyishingiz mumkin. Juda ko'p insonlar ijtimoiy tarmoqlarda biz TikTok, Instagramdan reelslar yoki bo'lmasa videolar ko'rib turib, har doim o'rganib qolganmiz oson dopamin olishlikka. O'zi dopamin nimadan olinadi? Misol uchun siz sport zalga borar ekansiz, biror bir berilgan vazifani to'laqonli bajarganingizdan keyin siz juda ham zo'r dopamin olasiz. Biror bir kitobni olar ekansiz, o'qishni boshlab oxiriga tugatganingizdan keyin juda ham zo'r dopamin olasiz. Va mana shunday dopaminlar orasida va sizni ko'nglingizni ko'taradigan eng go'zal narsalardan biri bu gul va o'simliklar. Ularni parvarish qilar ekansiz, ularga qarar ekansiz, siz o'zingizga nisbatan ishonchingiz ortib ketaveradi. Nima uchun? Sababi
Gul parvarish qilayotgan paytingizda uyingizda 50 ta gul bo'ladigan bo'lsa, hammasi har xil bo'ladigan bo'lsa, bu 50 xil xarakter degani. Ayrim gullar har kuni suv talab qiladigan bo'lsa, ayrim gullar bir haftada bir marta suv talab qiladi. Ayrimlari ko'proq yaxshi muomalani kutadigan bo'lsa, ayrimlariga e'tibor bermasangiz ham gullar yashnab ketaveradi. Aynan sizga insonlar va atrofdagi insonlar bilan munozara qila olishlik, munosabatingizni yaxshilay olishingiz uchun esa sizni gul parvarish qilishingiz juda ham muhim. Siz albatta qilib ko'ring, undan keyin natijasini menga kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. 10-si, boshqalarni muhokama qilishni to'xtatishlik. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlardagi eng katta muammolardan biri biz faqatgina boshqalarning hayotini kuzatish bilan iborat qilib qo'ydik. Boshqalar nima qildi ekan? Kim xotinidan ajrashdi? Kim eri bilan urushdi? Kim nima qildi? Mahallada ham shu gap. Hattoki erkaklarga ham bu narsa yuqishni boshlayapti. Shuning uchun sizlarga eng katta tavsiyalarimdan biri hayotingizni rivojlantirishlikka shu qadar fokus qaratingki, boshqalarni o'ylashlik va boshqalarni muhokama qilishlikka umuman vaqtingiz qolmasin. Asosiy sizga yetkazmoqchi bo'lgan fokus aynan mana shu. 11-si, televizor ko'rishni butunlayga to'xtatishlik. Nimaga televizor ko'rishni? Shu gapni bir o'quvchimga aytgan paytimda zo'r gap aytdi. Abdulazizga yangiliklarni ham ko'rmaylikmi? Yo'q, yangilikni ko'rishingiz mumkin faqat tongda emas. Nima uchun tongda emas? Sababi siz ertalabdan turib chiqib ketayotgan paytingizda eshitdingiz, ertalab turib qaysidir davlatda bombardimon bo'ldi, qaysidir davlatda 100 minglab bolalar o'ldi, qaysidir davlatda yana shunga o'xshagan mudhish voqealar. Siz bu voqealarni eshitar ekansiz, ertalabdan boshlab negativ energiya bilan uydan chiqib ketganingiz uchun hech bir ishingizga ulgura olmaysiz va hayotga nisbatan ishonchingiz, energiyangiz so'lib ketaveradi. Shuning uchun sizga eng katta tavsiya qiladigan narsalardan biri televizor ko'rishni butunlayga yig'ishtiring. Zotan o'zini rivojlantirayotgan insonni televizor ko'rishiga umuman vaqti yo'q. 12-si, tafakkur qilishni o'rganishlik. Tafakkur nima degani? Juda ko'p insonlar tafakkur bilan o'ylashni bir xil deb o'ylashadi. Yo'q, tafakkur umuman boshqa narsa, o'ylash umuman boshqa narsa. Faqat bir-birini to'ldiradigan narsa deb ayta olamiz. Tafakkur qilishlik yolg'iz qolishlik degani. Misol uchun erkak kishi bo'ladigan bo'lsangiz, boring birorta bir tog'i yonbag'riga yoki biror bir joyda yolg'iz qolingda, o'zingizni o'tmishingiz, qilgan xatolaringizdan darslaringiz va bundan keyin qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz to'g'risida jiddiy ma'noda o'ylab ko'ring. Va o'ylayotgan paytingizda o'zingiz bilan o'zingiz gaplashganingiz uchun oralaringizdagi munosabatni yaxshilash ma'nosida juda go'zal ishlar bo'ladi. Tafakkur qilishlik insonni hayotini tiniqlashtiradi, maqsadlarini yanada yuksak qiladi va eng asosiysi atrofdagi insonlar bilan bo'lgan munosabatlarni yanada yaxshilaydi. Shuning uchun tafakkur qilishni o'rganishlik bu sizga tavsiya qilinadigan eng go'zal odatlardan biri. O'zi aslida sizga aytib bermoqchi bo'lgan odatlarim bu 25 ta. Ammo vaqtingizni juda ham ko'p olmaslik va sizni charchatib qo'ymaslik maqsadida buni 2 qismga bo'lishlikni niyat qildik. Va bu birinchi qismi edi. Agarki qiziq bo'lgan bo'lsa va juda ham sizga yoqqan bo'lsa, hayotingizga tatbiq qilib hayotingizni o'zgartirishni boshlagan bo'lsa, sizdan iltimos qilgan bo'lardim. Podpiska tugmasini bosib qo'yishlikni, like bosishlikni va pastda sizga qanday manfaatli bo'lganligi to'g'risida izohlarda yozib ketishingizni. Ikkinchi qism esa tez kunlarda sizlarga taqdim etiladi. Salomat bo'ling.